Aha. Do'stlar, bugun sizlar bilan men do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz do'stlar. Lekin qishloqda do'stlar unchalik ham hech kim yo'q. Men va nihoyat yana ikkita polsata oldim. Unda do'stlar bularni ekib qo'yishimiz kerak. Do'stlar, qishloqda mer ham emas. Unda mana buni olamiz. Va ekib chiqamiz. Bularni ham ekamiz. Unda tezroq mana bularni olib tashlaymiz va ekamiz. Do'stlar, nimaga hammasi bug'doy bo'lgan? Unda do'stlar nimaga bug'doy bo'lganini bilmayman do'stlar. Yoki kartoshkami, sabzimi ekish kerak. Unda tezroq mana bularni qo'yib olamiz va tezroq qo'yib olamiz. Unda mana bularni ham qo'yib olamiz. Mana bularni qo'yib olamiz va mana bo'ldi. Endi ikkini ham qo'yamiz. Mana bu ham bo'ldi. Endi oxirgisi qoldi. Unda oxirgisini yig'sak bitta bo'ldi. Nimaga sekin o'sadi ekan? Agar sekin o'sar ekanda do'stlar bilan. Men o'zim ham bilmayman. Mana bularni solib qo'yamiz do'stlar. Shuning uchun ham ikkita sotib olgandim. Tezroq mana bu yoqlarni ko'raylik qani. Bu yerda nima bo'ldi endi? Bu nima? Yana nima bo'ldi do'stlar? Bu yerda nima qo'ydi? Ochilishi uchun 10 ta zumrad. Endi 10 ta zumrad qayerdan topaman? Hozircha yo'q. Bu yerda esa juda zo'r bo'lsa 9999 ta zumrad yo'q va do'stlar shunchalik ko'p zumrad. Unda tezroq borib bu nima bo'ldi ya? Qani bu yerda obuna 999 zumrad, like 10 ta zumrad. Unda do'stlar, kanalga obuna bo'lib like bosinglar do'stlar. Unda bizga ular beriladi. Hozir sandiq paydo bo'ldi. Boya yo'q edi lekin. Boya do'stlar
Va bu narsani jo'rga lekin yozuvlar ham boshqacha edi va sandiq bor edi, lekin ichida hech nima yo'q edi. Do'stlar, buni bo'ling. Unda bularni uyguncha yasab qo'yamiz va 10 tasini olamiz. 10 ta unda tezroq u yerga boramiz. Bu yerda endi do'stlar nima qilishimiz kerak? Endi meni kreativga o'tirishlari kerak kun. Biz turyoldan kanakada qilib do'stlar juvotni otib yuboraylikkan. Mana do'stlar endi o'tirishar. Bu mana kreativga o'tdik do'stlar. Endi esa bir nimani o'ylayapman. Bir o'yinda bor edi mana shunaqa narsa. Uning uchun bizga oltin blok kerak bo'ladi. Oltin blok qayerda ekan? Oltin blokni mana oltin blokni oldik va uni qushga o'xshatib qilishimiz kerak. Do'stlar, bu safargacha kanalni obuna bo'ling do'stlar. Bu grup bo'lguncha unda mana ularni qo'yamiz. Va tezroq qachon bo'larkan? Tezroq qilamiz. Unda do'stlar tezroq ko'rishimiz kerak. Mana shunaqa edi do'stlar. Men yaxshi to'g'risam bilmayman. Mana shu bor edi. Keyin do'stlar oxirida bergan modemiz. Bu master YouTuber'niki emas. Boshqa master degan raytu. Unda do'stlar, mana do'stlar. Tezroq mana bu redstone'larni ham qo'yib olamiz. Tezroq qo'yib olamiz. Tezroq do'stlar, tezroq quramiz. Nimaga bir-birini bozmash kerak edi. So'zi mana bu yerga qo'yamiz va tezroq bo'lamiz.
qo'yaveramiz. Tezroq. Unda bularni ham suvlarni ham qo'yib olamiz. Va qo'yib olganimizdan keyin esa endi esa mana bu yerga ham qush qilishimiz kerak do'stlar. Do'stlar saldina o'xshamaydi shunga qushga ko'ravechi deb chordim. Bu yerga emas. Xato qilib yubordim. Tarsak qush bo'laman do'stlar. Endi do'stlar men qushga ko'rmoqchi bo'ldim. Lekin unda ham yaxshi bo'lmadi. Do'stlar mana unaqa qilamiz do'stlar, lekin bu ham unchalik o'xshamaydi do'stlar. Qush qilamiz, mayli. Bularni buzamiz va qush bo'ladi. Mana qush ham bo'ldi. Kurguchaga kech botdi do'stlar. Bularni ham bilib qo'yamiz. Mana nihoyat bo'lyapti. Do'stlar, unda do'stlar kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Unda mana buni qush qilib olamiz do'stlar birinchi. Bu yerga ma degan yozuvni qo'yamiz. Bu yerga ma yozuvni qo'ygandan keyin bo'ldi. Bu ham do'stlar, unda hamma ham lekin unchalik ham o'xshamaydi. Unchalik ham rostdan o'xshamaydi. Mana endi o'xshayapti do'stlar.